keyin o'sha lecheniyadan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi bolada? Chunki biz zarnivorga integrativ podxod qilganmizda, masalan, просто obstruksiyasini simptomatik davolamasdan tagi bilan davolaganmiz. Obstruktiv bronxit nimasini olib keluvdi. Juda ko'p joylarda bordik, hech davo effektini ko'rmadik, lecheniyalar qildik. Samarqandga ham olib bordim, o'zimizda ham Qashqadaryoga ham ko'rsatdim. Hech lecheniyadan effekt ko'rmadik. Sizga olib keldik. Siz individualniy yondashdingiz, kerakli analizlarni qildirdingiz. Kasallikni qayerdan kelib chiqqan, nima bo'lib kelgan, etiologiyasini aytib berdingiz, patogenezini topib berdingiz. Ichaklardan ko'proq berayotgan ekan. Xudoga shukr, mana почти bir kurs lecheniyadan keyin jiyanimda yo'tallari ham qolib ketdi. Ancha o'zgarish bo'ldi. Allohga shukr, mana 1 yildan beriki hech bezovta qilmaydi. Boshqa bola obstruksiyasi qo'zg'almadi. To'xtovsiz yo'tal, kechasi ayniqsa yo'tal to'xtamay xurish qolardi. Ayniqsa umuman nafas siqishlari ham ketdi. Ko'karishlari bo'lardi. Hozir bunaqa narsa umuman bo'lmadi. 3 kunda effektini ko'rdik lecheniya. Bola hali ham yaxshi o'sha o'zini dieta desa sal qo'pol bo'ladi. Sog'lom turmush tarzida. Sog'lom turmush tarzida. Juda yaxshi. Bu jiyangizga ham xuddi shunaqa yondashasiz, maylimi?